Jonim, nimaga kelolmayman deb xabar yubordingiz? Sizni kutib o'tiribman. Ering kelib qolmaydimi ish qilib? Kelmaydilarim bugun. Sog'inib ketdim, jonim. Bo'pti, oyim o'zlariga kelsalar Bo'pti, kutaman. Samad aka. Kimni sog'inding? Mana yaxshi, hammasidan xabar topdingiz. Bu yog'iga yashirish foydasi yo'q. Men sendan kimni sog'inding deb javob kutyapman. Javob bermayman ham, majbur emasman. Yashamayman ham. Noila, asabimni buzma. Sen eriga xiyonat qiladigan bir fohishasan. Fohishadan ham battarsan. Seni nomingni og'zimga olgim kelmayapti. Yaxshi, xohlaganingizcha haqorat qiling. Endi menga farqi yo'q. Uy topgunimcha bolasi bilan turib tursin. 2 kundan keyin kelib olib ketaman. O'chir ovozingni. Sizni qo'lingizdan faqat shunaqa baqirish keladi. Noilachim. Necha marta aytdim sizga menga Ovozingni mehr o'chir deyapman senga. berdingizmi? Meni asabiylashtirma deyapman. Qo'lingizdan faqat baqirish keladi. Noila, hozir Boshqa o'ldirib narsa qo'yaman. keladimi o'zi? Jim deyapman. O'ldirammi nima? Jim.